Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Insonli omonlikmi? Biz kelyapmiz, qadrdonlar. Qashqardamisizlar? Ha, qayerda mahalla? ma'lum, assalomu alaykum. Ha. Bo'l, kelinglar, yuringlar mana. Televizorga chiqgan yomon biladi. Yaxshimisizlar? Rahmat. Yig'ildilarmi? Xonadonlar tinchaklardan duo qilib o'tiribsiz. Hammalari yaxshi ekanmi? Iloyim charchamaylar, to'g'rilaring sog'lom. Allohim oilalarimiz tinch bo'lsin, osmonlarimiz musaffo bo'lsin. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Mana shunaqangi sizlarga o'xshagan blogerlar ko'p bo'lsin, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Boshlagan ishlaringda rivoji, omad, ro'zg'orlaringga fayz barakotini bersin. Mana shu uyda yashay turganlarning ham umrlariga, rizqlariga o'zi baraka bersin, o'zi xursandchiligini bersin, sog'ligini bersin ilohim. Qo'sha qarib mana shu uyda yayrab yashnab yursin. Sizlar ham hamma mana shu yaxshilik kunlarimizga sherik bo'lib shunaqangi ishlarni ko'pini qilib borishlikni nasib qilsin. Allohning panohida bo'linar ilohim. Hasharchilarimiz ham tanijanlarni sog' bo'lsin ilohim. Sizlarga ham rahmat. Kiringlar, mehmon qilamiz biz ham. Xo'p, rahmat. O'zlari mehmon bo'lyapti. Mahallanglar zo'r ekan. Masi qadrdonlar, endi o'zi umuman Qo'qon, biz O'zbekistonda o'zi yomon joy yo'q-ku. Oqibatsizroq degan joylar bo'ladi-yu. Oqibatli joy ekan. Kelyapti. Aytgancha 25 ming bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin. Kecha u aka bunaqa qilmang, kerak emas desam, stomatolog Oybek akam, uka men hazillashmaganman, men aytdim qilaman deb 25 ming bo'lsangiz, boshaya sarpo mendan dedi-yu. Boshaya sarpo danam o'tkazib yuboribmiz. 10 ming rubl bizni pulga aylanganda 1 million 400 necha ming ham bo'lib tushdi. O'zi sarpo qilib oling, o'zi tanlab deb tashab qo'yibdi. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yinglar. Mana shu ham juda katta bir hissa qo'shyapti shu akamiz. Hozir shundan endi. Hammasini nima qilib yubormay men? 1, 2, 3, 4, 5 ta. 500 mingni sürpriz qilib yuboramiz hozir. Hammasini o'zim yana ko'rmay. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zinglar ham. Rahmat. Hojdadani o'g'liman. Tashladi, barsaydi. Ha. Salom aytishadi, o'zlari kelaman deb, ichcha masalalar yo'q. Yarim bolalarni jiyanlarda qatnashadi. Bag'dodganmi? Ha, xatam ekanmi nima? Ha. Albatta sog' bo'lsin. Juda yaxshi qilibsizlar, bo'linib. Niyat qilib chiqdik. Ha. Alloh rozi bo'lsin. Hojdog'a assalomu alaykum, tuzingmisiz? Mana o'g'lingiz kelibdi, ko'pchilik kelibsizlar? Albatta 4 kishi biz, adi 3 kishi qolishdi. Oho, juda bo'pti-da. 7 ta. Rahmat, Hojdog'a shunday o'g'illar tarbiya qilganingiz uchun, ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin. Allohim shifo bersin. Ko'rmaganday bo'lib keting shu nimalar. Anchalar yurib ketdi-da? Ha, xohlasa qo'ldan kelgancha. Uyimiz anaqada kech qolamiz-da. Ya mayli. Keyin bir haftada bir boryapsiz-ku, qadrdonlar. To'pdan olish qiyin bo'lsa. Kelavering, kelavering. Assalomu alaykum. Keling, Omadjon aka. Sizmisiz? Salom. Assalomu alaykum. Ustoz, Sizmisiz? Olmaylar. Sizlar qattiq ketyapti-ku, Sizmisiz? Charchami? Olbay. Bizni boshlanib qadrdonlar. Shikayat urishni ishlar. Omadsiz. Bormisiz? Assalomu alaykum. Sizmisiz? Ha, rahmat. Men halolga bo'ldimmi? Devorlarni qo'yib ketdi-ku, ha, o'zi. Qadrdonlar, tualetimiz nimasi ham chiqishmi? Assalomu alaykum.
Bor, nechi qoldi? 70 mi? Ha. 70 ni nima qilaverasiz ekan? Bir akamiz Rossiyadan 90 qo'yiladi dedi. 90 bo'lmadi, 80 qo'yamiz dedi. Muncha odamcha. 70 ham lekin katta bunaqa joyga, tualetga. Bizga o'xshab semiz hammasimi? 70 normalniy o'zi. Sizlar kablo boshlanib mana qadrdonlar. Jigar, Ales. jigar. Oho. Hali stomatolog aka bor edi-yu. Aha. Shukran beriyor. Shifra bergan. Aha. 8. Menga pon boshqa sarf pul tashadi. Bor bor. Dastiga baraka bersin. 25 ming bo'lgani. Aha. Senga aslida 500 mingni sizga beradi. Keyin, hal. Hali emas, hali ishlatib qo'yaman. Jigar. Voy, Ojonaga berasiz olib kirib men. Jigar. Ojonaga berasiz. Onangizga-da? Bo'pti, To'xting. Stomatolog Oybek aka bor-ku. Dadasi o'tib ketganda. Dadasini joylari jannatda bo'lsin deb duo qiling. Ikkamiz duo qilamiz-da, ikkamiz bo'lishdik-ku. Amin. Yotgan joylari nur bo'lsin. Yotgan joylari. Siz nima? Qaram. Hayajonlar. Yotgan joylari nur bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ilohim joylar jannatdan bo'lsin shu Oybek akamiz dadasini. Doim mana shu ehson qilsa ham, nima qilsa ham shu dadam rahmatli duo qilib qo'yishsin deyapti qadrdonlar. Kommentariyada bitta bosinglar. U hal tugagan yo'q, shipra berdi. Nimaga pul tashlagan, hali ishlatganimiz yo'q. Ustalarga shashlik berasiz deb. Uje o'sib kelmayapti shashlikka. Keyin yana bitta surpriz tayyorlanyapti shu proyekt uchun. Uni ham aytamiz joy kelganda. Duo qilib qo'yinglar shu Oybek akani. 25 ming bo'lsa, boshqa sarpo o'tdi. Sizlarga ham rahmat. Bir kunda bo'lib ketdi 25 ming. Bugun obed berdi. Ha, Omajon aka. Sizlarga qo'l o'rtoqlaringda 2 kilocha jigarlarni bog'i bilan pishib ketishdi. Duo qiling. Kech qo'ying. Omajon akam bor-ku, qadrdonlar hofiz. O, Omajon akam. Asli Omajon akam bugun abid qilibdi, berdi, abidga yeribdi. Duo qilib qo'yasizlar. O'zi har kun shunaqa bo'lyapti-yu, kimdir nima qilyapti, kimdir boshqa yerdan shunaqa bo'lib, hali bir stolovoyga chiqib, spesialniy nima qilganimiz yo'q abidga. Duo qilib qo'yinglar, mana abidga beraklar. Keyin biz bitta oshnamiz mana shu yerdan Oqtepadan Xosop aka 2 kilo jigar bilan bir narsalar berib ketibdi, ya'ni yog'i, ujinga anaqa qilib yuborasizlar deb. Duo qilib qo'yinglar. Tualet chiqib ko'rdinglarmi? Razmeri. Ana shu tualet, chiroyli eshigi bo'ladi. Hid tortadigan turbalari bo'ladi. Hidi chiqmaydi. Maga bu yoqqalarni o'chaq qilib qo'yamiz. Qo'layman, Asromjon, qo'yaymi? Siz baliq oviga ketdingiz-ku? Sizni ket. Boshida Timur Sa'd aka baliq oviga ketib yordi. Yo'q. Hozir emas. Nasıl yamonlar sizni? Orada. Mana shu nimani olib borsak bo'larkan, boshqa yoqqa. Ha. Shikab turishni ishlar boshlanadi, qadrdonlar. Kiyimni almashtiringlar tezroq, tomni yo'g'iraylik. Hozir to'sin xorin tashab turib, to'sin terib olishga harakat qilamiz. Keyin eslab kelarmikan ish qilib Dilshodbek penani quyib keting deb kommentariyaga bosib olinglar, qadrdonlar. Bo'lmasa kanalini silkasini kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Kanaliga o'tib Dilshodbek penachi desanglar chiqadi. O'tib bosinglar kommentariyasiga. Dilshodbek boring endi.
shunchasiga bordingiz. Qo'yib bering deb yozib yuboringlar, ha. Ertaga kelib tush kerak edi. Ishga ishlab bo'lmayapti. Kecha men alkozlar chiquvdi. Voy. Tashlali akalarimiz ham duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Tashlab ancha uzoq mana kelib xizmat qilishyapti. 7 kishi kelishib, 4 kishi bu yoqqa, 3 kishi Jaboral proyektda qolishibdi. Alhamdulillah, sog' bo'lsin. Endi hozir mashaqqa qarab turibdi tom yopilishiga. Bugun to'silarni teri bir narsalar qilinib ketib qolsa, yana ertadan taylarda ishlar boshlanaveradi. Mana tom yopilgandan keyin sekin patologga ham harakat qilamiz endi, qadrdonlar. Ha, Xohlasa bitsa. Tanzorlar sog' bo'lsin. Voq qo'ylar mana. Ozgina ekstonlarimiz bor Chi edi. deydigan chaynak ekan. 5-sini qizim yaqqan ekan. Enasi mana bunga rahmat dedim. Qizi yiqqan ekan, qadrdonlar, duo qilib qo'yinglar. Ana qaynatam operatsiya bo'ladi shunga. Uni o'g'lim nima? Buga radiator tuzatishni bergan ekan. Alloh rozi bo'lsin. Mana o'g'li, qaynotasi, qizi, qadrdonlar, o'zlari mana shu yerga xizmatda. Uyda ayollardan mana nima kelgan? Hali qimmat chaynaklar, kulturnisni. Duo qilib qo'yinglar, Toshlali akalar. Sifatayn bitta duo qilasiz, ahlilar oldiga borib, yo'limizni aqlni yordam berdi qo'ldan. Bo'ldi aka. Buni ma'qul ko'raylik. O'tkir aka. Ularga duo qilib beringmi bo'lmasa? Eng kattasi siz edi. Ya, o'shancha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allohga qilinayotgan ishlarga o'zing barakatli qilgin. Ustalarimizga o'zing kuch-quvvat bergin. Alloh hammamizga o'ylab qo'ygan shar'iy niyatlarimiz bor. Hammalarimizni niyatlarimizni yetkazgin. Alloh muhakamalarimizni o'zlarini sog' qilgin. Umrlarni rizqlarini o'zing barakatli qilgin. Hamisha bola chaqasiga saroyvon bo'lib, duoga bo'lib ishlarni o'zing nasib qilgin. Allohning uylarini tez kunda bitkizib, chiroyli holatda topshirishligini o'zing nasib qilgin. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobalnar. Allohu akbar. Hamma ishlarga rivoj. Aka sizlarga ham rahmat. Salom aytasizlar uydagilarga. Mashina bormi? Mashinamiz bor. Damasga keldinglar. Danazda abilarning yo'lini ketib mayli, ishlarga rivoj. Rahmat. Yaxshi qo'yinglar akalar. 85lar chaqirib 85lar. o'zi yo'q-ku. Aka o'zingiz. Qo'mondan unaqa qilmaydi. Kelamiz-da, xudo xolasa. Yo 85lar chaqirib qaytib ketyapti-da mana. Ha, endi kelyapti. 85 ta chaqirib qo'yib o'zini qarang, qilda chiqarib keldi. 85 ta chaqirib o'zak qo'ygan. Ha. Qilda chiqarib kelgan. Ovqatga o'xshay kerak mana. Sizlarga bo'lgan esa bir qator uramiz. Bir qator. 1 4 5 6 7 8 9 10 12. Buni bo'yi pastroqmi deyman, ha? 17. 17. 2 metr olib qolibdi-da. 2 metrli ma'qul ustun qo'ysa bir ishga to'g'rish kerak ekan, ha? Chunki ma'ga ha? Ikki qator urarsa. Endi bari alohida bo'ladi-yu deb nima qilganmiz o'zimiz. Ha. Ya alohida bo'ladi, boshda emasa bo'ldi-da, urnaveski. O'shanga to'xtatib qo'ydik, o'zlari kelib ko'rsin. Mayog'i pastroq bo'laveradi. Mayog'i. Faqat mana orqamizda. Mana shu uni to'lashdan bari o'qib Nasıl oldu? Hayır, ben de Tezlashtirib o'rasan.
Tuvaleten. Arka tarafga porsiya qo'yib qo'yiladi o'zi. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Ota onang, opa singling doim silab turar boshing, ayamagin shirin so'zing. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Jigarlaring parvonadur. Ota onang ketsa agar, ular senga begonadur. Ular senga G'aming bo'lmas otang bo'lsa, kaming bo'lmas onang bo'lsa, ketsa topolmaysan izlab. Otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. Do'stim bedor tunlaringda, goho bemor kunlaringda, qadriga yetborligida otang g'animatdur, onang g'animat. Otang g'animatdur, onang g'animat. To'sinlardan aqib oldik. Terishga tayyorlanyapmiz. Qani Abdurahmon? To'slar olaverdingmi bo'lmasa? Ha? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Ona ham to'sinmi? Ona yetmaydi-a? Eskidan yetsa kerak. Ya eski qo'ymaymiz. Masraflar nechta bor, tog'a? Kerakmi? Ha. Qaramanib kerak. Nari bor? Yaraveradi mana shu ham, orasiga qo'yaveradi. Bitta ona kattadan, bitta bundan, bitta kattadan. Ikkiga yetmaydi. Ha? Orasiga qo'yamiz. Orasiga qo'ysa ikkita qo'yamiz. Yo, ikkita qo'ysangiz katta bo'lib ketyapti. 3 ta qo'ysangiz orasiga. Ashunda. O taraflar yo'q ekan. Ikkita bor bu yerda ham adashmasam, ikkitamish. Ana, nima to'sinmi? To'sinli yo'qda edi, anaqalar yuklab kelyapmiz. Yo'g'otam, Asayt aka. 1,5 million qarz olgan ekanmiz. Bilaramadan. Bervoraymi? Qurbon, surprizda. 1,5 million bo'lgan ekan, duo qilib qo'yasizlar. Bo'lsa-da. Pilaramash tog'a 1,5 million o'tib berdi.
rosa ko'p yog'ochlarimiz chiqib berdi-da, mana butun teraklarni maydalar haligi bilan 400 ha. Mana bitta chiqib qoladi shekilli. bu 400 deng. Ha, haligi bilan. Haligi bilan 400. Qaysi haligi? Bezin pulini men alohida beraman sizga. Ha, bo'pti, o'sha bilan 400 deb turing. Ha. 400 kadastr ukamiz berdi, duo qilib berdi. Buni. Ha, 400 ming so'm. Kadastr akamiz duo qilib bersizlar. 400 ming so'm. Mana uni, mana. Oho. Mana uni advokat bitta ukamiz bor, organda ishlaydigan, shu mahallada shu ukamiz berishdi. Ha, siz o'zingiz yozib Ha, qo'ygansiz. o'zim bilan o'qimayman. Yo'q, o'qimay qo'ying, endi o'qisangiz o'qib ham qo'yavering. Shohruh aka, Advokat ukamiz berdi. advokat aka. Oho. Azizda, surprizda. U nima dikkatov keladi? Yana mana. Nima qiladi? Asha tog'ani rozi qilib qo'y. Pilar maktabini? Ha, bo'ldi. Qo'ying, qo'shib oling. Mana. Bunisini shu advokat ukamiz dadalari berishdi. Ana advokat akani dadalarini ves oila a'zolarini duo qilib bersizlar, qadrdonlar. Buni kecha Umidjon Hofiz bor-ku, san'atlardan bahramand bo'lyapsiz. Ha. O'sha bunday sostav bilan mana tashlab bergan ekan. Bu ham kam bo'lsa ham ehson. Alloh rozi bo'lsin. Umidjon Hofizda 5000 so'm ham ehson, chunki 5000 so'mga ikkita shlaka blok keladi. O'zi ham bormikan Mirjon Hofiz? Umidjon Hofiz hozir gastrolda yuribdi-kan, kelib qolsa kelar. Ha. Birar kun finalgacha anaqa qilamiz dedik, konsert. Endi hozircha yaxshi ketyapmiz, haligi proyektimiz yetishmovchilik bo'lsa konsert qilamiz, sizlar qistiraverasizlar kartadan dedik. Finalda qolganidan keyin ulgurji bo'ladi finalda. Qattiq bo'ladi. Planlamadan o'ylanib kelayotgandim, kartadan pul yetib kelishim kerak ekan. 1 million deb duo qilib bersizlar. obunachilar. Niyatiga yetsin. Aytmadimmi hali? Ha, planlamachi tog'a 1,5 million bo'lgan ekan, 500 ming not berdi. Ehson deb. 1 million ma'qullik. Xudoga ratchotda berib qo'ydim. Berdi ratchot. Duo qilib qo'yinglar, ehson qilganlarni. Ha, shu advokat akani dadasini keyin Umidjon Hofiz, Kadastrda xo'jayini. kadastrda xo'jayin duo qilib bersizlar. Mana yana bir inson kelyapti o'zmaqda. Assalomu alaykum birodarlar. Siz charchab qolmayapsizlarmi? Andijonga yetib turibganmi? Yaxshi borib kelaymi? Videoga olib turgan odamlar savol javob bo'lmas kerak. Bu akani ham duo qilinglar. Bu akamiz ham tinmay xizmat qilyapti uni. Qanaqasida, mas'ulchida. Hali qarang. Buday plan to'ldi, hali patinka yo'q-da. Bu patinka qachon kelar ekan? Patinkasi mana. Tosh bu yoqqa otilyapti endi. Ha, to'g'risida buday plan to'ldi yo'q. Yo'q, bu bir kunga davdi. U kun bo'lolmadi. Kecha hali Rossiyada stomatolog aka bor, shifra bergan. Ashi 1 million 400 ming pul tashlab bergan. Boshdan yoq sarpo qilib olasiz. Ha, bo'lmay hozirda. Ertaga boramiz endi. Hali bozorga ko'rsatib qo'ysiz. Jigarni ham olamiz. Jigardan aqib qo'ydik o'zi. Laklar vosiylar. Qadrdonlar, bu yoq adashib bo'lar ekan. Abdurahmon aka mana shu texnikasi bilan xizmat qilib turibdi. Ancha-muncha mix siqlar kerak bo'lsa, Ham yaxshi odam emas ekan. yaxshi odam emas ekanda. Shu iltimos qilib o'tib ketdi. Videoyimda o'zimnikida esimdan chiqib qoldi-da. Abdurahmonni ota-onasini duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Ota-onamni duo qildirib qo'yinglar. Deb ota-onasi duoga kelgan ekan. Mana shunaqa o'g'illar ham ko'paysin, duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Ota-onasini duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Bitta buni yog'och keldi hozir. Ana shu yog'ochni uni olib kelishda aytsiz, bitta mashina 30 ming 40 ming deydi. Unaqada nechta kelyapti? Ana shu Abdurahmon aka olib kelib beryapti. Duo qilib bersizlar. Mixlarda olib kelyapti. Ana shu kimmi bo'lsa, aytsak duo qilib qo'yinglarmi kommentariyada. Kecha kuni miq, samarez bu narsalarni olib kelib bergan. O'zi yonida. Qilishgan. Keyin o'zini duo qilayotganlarda haligi mol sotib, mol oladiganlar ko'payaversin deb duo qilasiz. Mashinasiga chiqadi-da, mol oboradi. Bilgan taniganlar kelaverasizlar hasharga. Mana turibdi hali hashar bor ishlar. Kelaveringlar. Olim mebelchilar qo'ldan keladigan bo'lsa, kelib o'lchakgacha mebelni ham boplaveringlar. Shularga buloy Endi kechga aytamiz. Hozir javobini aniq aytolmaymiz. uni gaplashganmiz boshida. Videoga kelib sekretni gaplarni aytaveradi. Va eshitib qolyapti endi.
Kecha nima qildingiz buni? Kechalar bo'lmaydi ona ishlari. Hozir sut bo'ldi. Nima qildik biz? To'sinni olordikmi? Kecha shunaqa qildim, egamsiz ekanlarga. Gaz. Tutar. Mana. Tutardi, davay. Ha, shu yerda. Davay. Yo'q, noto'g'ri ketdi. Men tashqarida beraman. Do'stim, ko'tar. Atrofni bekar To'sinlar ham dahshat o'lyapti. Rusovga. Hozir esa kichikroqdan qo'yamiz, xafa bo'lmaysizlar. Qani ko'tar, tez. Ona orada. Hey, Ko'tardik. Şöyle gördük, tezlik kemetimi. Ola be. Afra ko orakan. Ama koyun bakın. Doğru. Olinadi. İpada turadi. Bu ne oldu? Handa turadi. Bizlar tutamaz. Gel. Ke o'zing Ve bunun için nabrot qilish kerak. Hammasini ko'tmay qo'ysin. Baqara otang. Nima ishlayapsizlar? Menikidan bo'ldi. Hop. Hop. Blogger gapiryapti. Qadrdonlar. İşte to'sin yetmay qoldi. Apeli nima qilib keldi hozir mashina ketdi. Vali bozorga borib keldi-da. Yo'q sotadigan. Chiqmadi tayyor. Bugün yerini bo'lyapti. Mana bor edi-yu. O'zi hozir qo'yilyapti o'zi. Qaladadir. Monolar oldi kichkina ko'rinib qolmasin dedik. Biz 3-4 kilo patologiya yo'qolib ketadi. Mayli, ikkita kattasini oldik hozir 100 mingdan. Ha, shunday ikkitani tashlasak, silib ketaveramiz ish qilib. Ko'chada shilibga bor ekan. Obzor qilishyapti. Bugun qadrdonlar shomdan oldingi ish tugatayotganimiz birinchi kunimiz bo'ladi. Kecha uyga ketgan desanglar, endi uyga ketishimiz bitta. Ha, tugatdinglarmi hozir? Yog'och kelyapti. Yo'q, tomdan tushishimiz kerak. Ha, kecha kuni yomg'ir yog'ib, shomdan keyin qorong'ida ham shipri ko'tarib yuraverdik tomda. Ha? Shilibga bormaydi? Shilibga bor. To'sinni qo'yib olaylik mana yerda. Yo'q, ashi yetvoramiz yerda. Ha, yetvorsa kerak. Mayda shudlar bilan bo'lsa ham yetkazamiz. Shilibga chiqmadimi yo'qda? Qani? Yo'qda boshqa yo'q ekan. Bor uylab berdinglar. Shilibga bor. Endi orqaga yana bir oydan urib ko'rasiz ekanda. Orasiga. Yonboshga. Nimani ko'tarib olib turish kerak birov. Orqa qorin, ha. Demak, ikki qator. Yo'q, ikki qator qo'yiladi. Nimani? Lombozdan mashinaga borib qadab oldi. Abdurahmon. Mana oldiga hali bitta yuqoriroq nimadan bunday qilib qoqib qo'yish kerak. Mana ikkita bo'shatib. Ha, lomboz. Lombozga olib ketmaslik uchun. To'singa. Ha. To'sinimiz to'g'rilanmadan? Nasıl? Arqaga tashla. Yo'q. Mana o'rtasi do'madi. Mana shilibga to'sin bosadi dedi. Ha, nimami? Sarrofmi? Ha. Sarrof yaxshi turibdi. Sal to'g'ri bo'ldi-da. To'g'ri bo'ldi. Ha. Qorimi? Ha. Bu yana ham to'g'rilanadi. Yo'q, hali yuk tushadi ustiga. Yana Yana ustun qo'yish egilib ketadi. Ustun qo'yib ko'ramiz, ishlab chiqib. Shu burchakka qo'yamizmi? Tortib mehnatdan. Yo, o'rtaga. O'rtadagi alaf beridan qoladi-ku. Nimaga? Bu o'rtani ushlash kerak. Deyarli to'g'ri bo'pti hori. O'sha hozir to'g'ri bo'ldi. Bo'pti. O'sha oldinda ertaga bir aka qilaman degan bo'lsa,
Üstün o'rtada üstüne halat berib qolmas kerak-da. Bag'iga qo'yib yuboradi-da, ustakan o'shanda. Shuning uchun men ikki bitta qo'yaylik uni. Ha, u yer foydasini qoladi. Uyimiz komfortlashyapti. Уже akfalarni planlari ham hamma cho'tki bo'lyapti. Akfa. Kelajakda. Bu o'zi bola ichida yashash bersa ham o'zi katta gap. Ich xonali ichida. Bu ya ayvon mehmonzimon Endi Akfani hisobini olmaydi, hozir ayvon. Yo'q, akfani razmeriga olsa bo'laveradi-yu. Misol hozir bu yerda Ya u ne? 5 metr bo'lsa 2,5 metrga qo'yib ketilsa, yo mana nimadan necha bo'lsa o'shani chiqarib o'rtasiga qo'yilsa, akfani moslab ketaveradi o'shanga. Ya u o'rtada ustunda nechtasini o'zi zilishtirib beryapmiz hozir. Ha. Unda yoniga qo'yib turib, uni olib turib nariga qo'yib qo'ylar. Siz mana shu darsiz. Adodolar endi mana shu uylarni sekin nima qilishimiz kerak? Qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana eng nimasi ko'pchilik aytyapti, ko'ryapti. Anaqasini yaxshi oling. Bugun ichganlar ko'rsatmadik ham hozir. Hoppa. Mana eshigimiz bor, mana. Yomon bo'ldimi? Olmaman. Eshigimiz bor. Ichkariga Ariston. Xo'p, Ariston, chashagan, motor, bochka, shunaqa narsalar olishimiz kerak. Shunaqa bitta-bitta bo'lishib olib 4 kishi bersa ham bo'laverardi. Misol uchun bochka 800 ming, 1 million atrofida, 900 mingligi ham bor, 850 mingligi bor, 1 millionligi bor. Kimdir olib beraman deydiganlar bo'lsa aloqa qilishinglar tepada nomerga. Bo'lmasa Ariston $110 turadi, yaxshisi. Uni olib beraman deydiganlar bo'lsa, chashagan ham shu 5-600 ming tursa kerak. Motor 650 ming turadi. Grantdan ular oshxonasiga, nimasiga suv sovuq qilishimiz kerak-da. Keyin kuxonning olishimiz kerak. Jiroq, mana shu o'zi 2 metr joy. Shu kamchiliklarga qo'llab-quvvatlab olgan, qadrdonlar, ozgina qolyapti bu yerda. Biz 6-kuni shut bo'lamiz Hindistonga. 6-kuni. Choloq olib ketib qolmasin. Yangi yilga iloji boricha topshirib yuborishimiz kerak. Yo'q, bo'lmay qolsa, hech bo'lmasa bir 2-3-ga bo'lmasa bo'lmaydi. Ozgina qo'llab yuboraylar. Sizlar bilan qancha katta ishlar qilib o'rganamiz. Bu bunaqa katta emas u. Chixona bitta ayvon bo'lyapti. Ha? Ha? Usta shunaqa bilan keltirgan. Motor hisoblab qo'ygan olishyapmidi? Ishlarga ketyapti. Nar tarafga 3 ta qo'shtirib yubordingiz. Men o'n qator mana shunga shunday hisoblagan. Voy, katta shop ketdi, ama. Nimaga qo'shtirib yubordik? O tepaga. Nar tarafga 4 qator qo'shilib ketdi. Bizni ishni ham ko'rsatib qo'ying. Siz ishingiz o'zi. Ko'rinib turibdi. Yorish bor ustalar. Adamlar voq qo'yasizlar. Yo'q, shu varinglar bugun. Qo'ya. Mana yog'ochni o'rib qo'ydinglar, qadrdonlar. O'sha mayet bo'ladi, ya'ni bir qota. Shu 100 tani ichida bir qota o'rib qolamizmi? O'ssak bo'ladi. Ha. Bir qota o'rsak bo'ldi ekan. Ustakalarni doimgidek qo'shlar duo qilasizlar. Bo'let kalash kerak. Bo'letimiz hali kalanmagan mana, qadrdonlar. Ya'ni garshi ko'p ko'ramizmi ichkari? Men ular obzor qilib qo'yganman, kanalimga o'tsa. Yo'q, Abrahamon kanaliga o'tinglar bo'lmasa, biz aniq qilmay qo'yaylik. Aşağıda ko'rasizlar nima bo'lgan. Siz aniq qilib obzor qila olmaysizmi? Qanaqa? Men uni ko'rsatib qilmadim, gapirib obzor qildim. Ha. Ash ko'rib shuni olasizlar o'zingizlar. Biz bugun endi nimaga boramiz? Nima tashab kelish kerak o'ziga? Nima? Bo'lsin, hozir Abdurahmon kelyapti. Ya, u yog'ot menga aytdi-da u. Siz tashab qo'ying dedi. Abdurahmon olgan qo'shinlarni atkaz qilib, mayadali 3 metrlik beraman degan, 4 metrligidan ikkita beraman debdi, ashnoz qaytib borib olib bu yerga keladi hozir. Kim aytdi? Mustat ekan. Unga pulini berib kelganmiz-mi to'sin? Bu atmen bo'ldi.
Siz yo'qku. Bir hali tog'amiz atini. Ziyon qilmaydi, mana unga ishlab ketaver. Qaysi? Mabodo men bo'lmaymiz. Yo, u navesk ishlaydigan yo'q qachon bo'ldi, tumalaqda u. Hechki archilgan holat. Bir tog'amiz uyga kiruvdik. 3,5 metrlik to'sini bor edi ekan. Endi baquvvat qimmat yog'ochdan ham bor ekan, 4 metrlik. O'ziga kerakli olib qo'ygan ekan. Uni olmay chiqib ketdik. Mashina beraman deb so'rasa duo qilib qo'yinglar qadrdonlar. Hali o travertin bor ekan, to'g'ri yakka yo'q, boshqa. On qo'l. O, nari boshlarda. Mana kelishdi on qo'l. Tepaga kelishdimi yoki? Baxshi mana yo'ldan chiqib ketasiz, mana xizmatga qarab. O'zingizga chiqib Aslida chap qo'l. Bir sayt ekan tani. Sobir akam bu. Biz bugun ashi bir akamiz bergan jigarni haligi bilyardi bor. Somorda qilamiz. Duo qilib qo'yinglar, jigar berganlarga. O'zim bugun jigar bilan bo'lyapti. Ertaga hamma bir-biriga jigar deb yuraveradi. Laksi bo'lsa qo'llab-quvvatlab kattalar befarq bo'lmasdan ozgina qo'llab qo'yinglar. Keyin ehson qilayotganlar duo qilib qo'yinglar. Kecha esimdan chiqib qoladi aka. Nima gapiring, men eslab qolaman. Siz yo'q edingiz unda. Ha, elektrikaga qolgan narsalariga shu 1,5 million bilan 2 million orasida mablag' ketar ekan. Simi, avtomatlari bo'ldi. Siz ashdan narx chiqasiz? Xudo xolasa. Ya har kimdaqa yo'q. Yo'q bo'ldi. 1,5 million bilan 2 million orasida nima ketar ekan dedim. Bir xolamiz chiqdi-da, Rustamjon, imkonim boricha nima qilib qo'ydim. Pensamdan qolganini yana bitta o'rtog'imgami yo bitta ukamga ayting, ulab yuborsin deb 400 ming so'm tashab qo'ygan. Polniy elektrika, svetlari, kulchatelari hamma yo'q edi. Ashunga ulaveradigan bo'lsa, ulaveradiganlar bo'lsa ulaveringlar, shu 1 million 200 ming shunaqa qoldi. Keyin elektrika qolgan narsalarni olamiz ash pulga qo'shib. Endi shu video davomida kamchiliklarni aytib o'tdim. Sizlarga qo'llab-quvvatlab turinglar. Endi yana bir ikki mashinami, bir mashina shag'al olishimiz kerak. Agar bizni ko'rib turganlar ichida shag'al metpusoy jo'natib beraman deydiganlar bo'lsa, hali shakar opida bir mashina kerak. Menga bunday qilib beton qo'yishimiz kerak, latok qilib. Bo'lmasa ishimiz sifati bo'lmay qoladi. Yani nima deyman dedim. Bo'ldi. Mahkamdek yopayapmiz yana. Ko'pchilik aytdi, mana maytni ham qo'shib yopinglar deb. Bu yerni qo'shib yopishga misol uchun $1000 pul ketdi deylik. Devorni mana qilib urishi, mayani ham devor urishi, to'sini, strapili, shipiri degan oddelkalari $1000 pul ketdi deylik. Ashini men qolib qo'yganmiz-da. Undan ko'ra foydaliroq. Dorizdan kirishiga 2 metr yerga foyda bo'ladi xolos-da u. Shu 3 metr, 4 metr. Mana butun boshli ayvon bo'ldi, 5,5 metrlik. Mana shunda bemalol yozgi kunida o'tirishib, necha kishi mehmon kelsa ham 20 kishi ham sig'averadi yozgi kunida. Ichkariga yatib yurmaydi. Biz mana shuni qaror qilganmiz. Ayga chiroyli qilib baryapmiz, xudo xolasa. Haliga biz gapimiz bo'lmay qoldi, shu kommentariyaga yozuvdik. Dorzanxonani qo'shib yopinglar. Do'dik bo'lmadi deganlar uchun aytib qo'yapman-da. Endi обязательно inobatga olamiz, lekin mablag'ga qarab. Kommentariyalar yozinglar, mashinalarga yana nima qilsak bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.